C# haqida savat dersimiz davomlashyotidi. Navbatdagi darsimiz ovoz mashg'uloti. Yana bu yerda so'zmoqchi o'g'limiz faqat ovoz qo'yish mashg'uloti. Biz programma tuzgan vaqtda programmamizni rasmlar bilan bezasak, uningki ikon rasmlarni ishlatsak, buningki mashg'ulot qilish jarayonida ba'zi ovozlar orqali uchur bersak, programmamizning qo'llanish qimmati texmashida jalb qilarli qildi. Ishlatuvchilar bundan zerikmaydi. Endi biz programmada ovoz qo'ymoqchi bo'lsak, C# tuzi ta'minlangan ovoz qo'yish mashg'ulotlarini qilamiz. Bu System Ticket, Media Ticket, System Sound degan namespace'ning ichidan chiqadi. Endi bu yerda ovoz qo'yish ikki xil. Birisi sistema ta'minlagan ovoz. Masalan, programma ba'zi uchur ko'znaklarini ko'rsatganda xatolik uchuri, eskartish uchuri deganga o'xshash. Ba'zi qisqalama ovozlarni chiqaradi, eskartish ovozlarini. Bu sistema ovozlari. Shuni qo'yish usuli. Yana birisi biz o'zimiz ayrim saqlab qo'ygan hujjatlarni, ovoz hujjatlarini shuni bevosita qo'yish. Bu yerda qo'ydigan ovozning formati WAV bo'ldi. Biz buni amaliy misollar orqali ko'raylik. Yangidan bir project quraylik. İsmi Sound Play bo'lsin. Endi biz bir knopka qo'yib, bu knopkaning ismini beep deb qo'yaylik. Yana tit qilgan ovoz. Pin play beep. Buni chekkandan keyin tit qilgan ovoz chiqsin. Buning uchun biz System Ticket, Media Ticket, System Sounds, yani sistema ovozlari degan obyektni ochamiz. Buning ichiga qaraydigan bo'lsak, bir qancha ovozlar bor. Bu yerdagi ovozlar 2, 3, 4, 5 dona ovoz bor ekan. Shuni xohlagan birini qo'ysak bo'ldi. Biz hozir beep degan ovozni qo'yaylik. Buni tanlab, buningki play degan funksiyasi bor. Misolda shuni ijro qilsak, beep qilgan ovozni chiqarish maqsadiga yetalaymiz. Programmani ijro qildim. Yana bu yerda tit qilgan ovoz chiqdi. Buningdan boshqa ovozlarni sinab baqsak bo'ldi. Endi biz diskidan xohlagan bir ovozni qo'yishni sinab ko'raylik. Play sound from file. btn play sound. Buni qo'shsak, kod yozish ko'zdan kechirdi. Biz bu yerga ovoz qo'yadigan kodni yozaylik. Buning uchun System Ticket Media Sound Play bu klassini tatib ishlatamiz. Buni aniqlab olaylik. Sound Play tam new sound play. Endi biz ovozni qo'yish uchun ovoz hujjatini bu qo'yg'ichga deb berishimiz kerak. SP sound location, ya'ni ovozning o'rni. Bu bir string tipli qimmat oladi. Biz buningki qo'ydigan ovozning diskidagi o'rnini yozib bersak bo'ldi.
D diski ostidagi music WAV degan hujjat. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu yerda xatolik chiqdi. Bu xatolikning sababi bu yerdagi yan to'siq alaydi belge. Bu yan to'siqning keyinga kelgan buyruqlarni C# o'zi tuniy oladi. Biz bir yan to'siqninki unimiga yetmoqchi bo'lsak, bu yerga ikki yan to'siq qo'ysak, oldidagisi alaydi belge buyruq, keyingisini inovatli qildi. Endi biz bir ovoz quydigan obyektni qurib oldik, uningki ovozini berdik. Endi ovoz quyish buyrug'ini berishimiz kerak. SP play. Adres xato bo'lib qolibdi. Bu Y diskida. Men bu ovoz vujudini burun saqlab olgan, o'sha yerda qo'ydim. Programmani ijro qilsak, play sound. Endi men ovozni qo'ydim, lekin bu endi buni ovozni to'xtamayman, chunki men to'xtagan kod yozmadim. Shunga biz buni programmani bevosita qilib ovozni to'xtatadigan kodni qo'shaylik. Biz yana bir knopka qo'shib, buning ismini stop, yani to'xtatish deb qo'yaylik. btn stop. Buning ichiga to'xtatadigan kodni yozishimiz kerak. Endi bu yerda bir masala chiqdi. Biz bu ovoz qo'ydigan qo'yg'ichni play knopkasining ichiga yozgan. Biz bu yerda bu SP ni bevosita ishlatilmaymiz, bu yerda chiqmaydi. Shuning uchun biz buni o'rtaq ishlatkili bo'ladigan bir joyga yo'tkishimiz kerak. Buni aniqlagan qismini men kodningki eng yuqori qismiga chiqarib qo'yay. Endi men bu yerda SP chekit desam, mana buning hamma funksiyalar chiqdi. Playni ishlatdik, endi stopni ishlatib buni to'xtatamiz. Buni ijro qilib ko'raylik. Play. Stop. Stopni bosdim, to'xtadi. Play. To'xtatdim. Yana C#da ovoz quyish mashg'uloti yuqorida ko'rsatilgandek bo'ldi. Shuning bilan ovoz quyish to'g'risidagi mazmunlarimiz tugadi.